Bir musulmonning hayotida bo'lmasa bo'lmaydigan, kundalik ishlarining birisidan o'rin olish kerak bo'lgan muhim ibodatlarning birisi bo'lsa, o'qish. O'qish ikki xil bo'ladi. Birisi ko'zdan o'qish, ya'ni kitob o'qish va undan boshqa har xil usullar bilan ilm olish. Yana birisi bo'lsa aql bilan o'qish, ya'ni tafakkur qilish, o'yinish. Biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan bu ikki xil o'qishning har ikkilisiga buyurilgan. Chunki Alloh taolo bizga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom orqali tunji tushirgan buyrug'i iqro, o'qig'in. Demak biz o'qig'in ummati, ya'ni o'qishga buyurilgan ummat. Shunga biz o'qishning har ikkilisiga buyurilgan. Oldi bilan tafakkur qilishni aytmaysa, Alloh taolo Qur'on Karimda 70 dan ortiq o'rinda aqlinglarni ishlatmamsizlar, tafakkur qilmamsizlar, qarab boqmamsizlar deganga o'xshagan usullar bilan bizni aqlimizni ishlatishga, tafakkur qilishga, o'yinlashga buyuradi. Undan boshqa Qur'on Karimning bizga nozil qilinishi va tushilish sabablarining birisi bizning o'yinlash, uning ustida tafakkur qilish, tadqiqotlarni elib berish ekanligini Qur'on Karimda bayon qilib, Alloh subhanahu va taolo Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi va liyatadhakkara ulul albab. Biz bu muborak Qur'on Karimni, uning oyatlarini o'yinlash, tafakkur qilish va uningdan vaz-nasihat elish uchun tushirdik deydi. Demak biz aqlimizdan o'qimaydi ekanmiz. Ya'ni Qur'on Karim ustida va bu tirik Allohning oyati bo'lgan koinot ustida o'ylanmaydi ekanmiz, tafakkur qilmaydi ekanmiz. Alloh subhanahu va taolaning iqro o'qig'in degan bu buyruqqa xiloflik qilgan bo'lamiz. O'zimizning iymonini to'g'ri asos ustiga qurmagan bo'lamiz. Chunki biz o'ylangan vaqtimizda, tafakkur qilgan vaqtimizda har yerda, hamma narsalarda Allohning qudratini, bir ilohning bor ekanligini ko'ra olamiz. Ya'ni o'yinlash, tafakkur qilish Allohning borlig'iga, iymonga boshlaydi. Iymon bo'lsa bizni ilmga boshlaydi. Ilm bo'lsa bizni amalga, harakatga boshlaydi. Harakat bo'lsa bizni bir natijaga, bir yakunga boshlaydi. Mana bu bir musulmonning harakat qilish yo'nalishi. Ya'ni dastlabda o'ylanadi, ondan keyin iymon aytadi, ondan keyin amal qiladi, ondan keyin ko'zlagan nishoniga yetadi. Ya'ni bir musulmon hargizmi qarg'ulacha, otasidan miros olgan shaklda bundoq iymon etsa, har xil dinsizlik shavqinlariga bardoshlik bermaydi. Eng boshda o'yinishimiz kerak, tafakkur qilishimiz kerak. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda haqiqiy mu'minlarning sifatini bayon qilib, allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Robbana ma xalaqta hada batila. Ya'ni ular, ya'ni haqiqiy mu'min kishilar bo'lsa, Allohni o'rturgan, o'ltirgan, yotgan, ya'ni har vaqt eslaydi, Allohni zikr qiladi va osmon va zimindagi narsalar ustida fikr yurgizadi, o'ylanadi, tafakkur qiladi va o'ylangandan keyin Robbana ma xalaqta hada batila. Ey Alloh, buni bekorga yaratmading. Faqat va faqat biz uchun yaratding deb buni his qiladi deydi. Demak, bir musulmon o'ylangan sari, tafakkur qilgan sari Allohga bo'lgan tunishi cho'nqurlashadi. Allohni texmi yaxshi tuniydi. Allohga bo'lgan tunishi cho'nqurlashgan vaqtda Allohga bo'lgan muhabbati kuchayadi. Allohga bo'lgan muhabbati kuchaygan vaqtda Allohga bo'lgan itoatmanligi texmi mustahkam bo'ladi. Allohga bo'lgan itoatmanligi mustahkam bo'lgan vaqtida inson taqvodorlik qaratmaydi. Inson taqvodorlik qaratmagan vaqtida jannatning yo'liga mangan bo'ladi. Demak, tafakkur qilish, o'yinlash, muloyiza qilish bo'lsa, bizning oxirgi nishonimiz bo'lgan oxirat hayotidagi jannatga boshlaydi. Aksiya tafakkur qilmaslik, o'ylanmaslik bo'lsa, odamni bexudlikqa boshlaydi. Bexudlik bo'lsa, odamni o'zining havoyi havasiga ergishib yashashga boshlaydi. Ya'ni o'ylanmagan, tafakkur qilmagan, men bu dunyoga nima ishga keldim, vazifam nima, o'lib ketadiganmiz, o'lgandan keyin nima ishlar bor, bu haqida o'ylanmagan odam o'zining havoyi havasiga ergishib, xuddi hayvonga o'xshash yashaydi. Chunki hayvon tafakkur qilmaydi, o'ylanmaydi. O'ylanmagan odam dal shunga o'xshab qoladi. Hayotida beshiga kelgan ba'zi qiyinchiliklarga, musibatlarga to'g'ri muomala qilolmaydi, uni tushunolmaydi. Oxirida bo'lsa Allohga isyon qiladi, hatto kufrlik qilishi mumkin. Demak, o'yinlash, tafakkur qilish, muloyiza qilish bir odamni mu'min qilib qolmay, haqiqiy inson qiladi. Chunki inson bilan hayvonning o'rtasidagi farq dal aql va tafakkur. Mutafakkur Abdushukur Muhammad Emin bu haqda mundaq bir ruboiyni so'zlaydi. Tafakkur tufaylidan sirni yapolmas olam. Tafakkur sababli farqlangan hayvon odam. Demak, tafakkur qilishning, o'yinlashning, ya'ni Qur'on tilimiz bo'yicha aytgan vaqtimizda aqlimiz bilan o'qishning bir inson uchun naqadar muhim ekanligida har bir aql egasi o'rtaq ittifoqqa ega. Sokratmi? Tafakkursiz hayot, bir ishlar ustida mulohiza etib bo'lmaydigan bir hayot yashashga arzimaydi degan. Shundaqla tafakkur qilish, o'yinlash odamning zehnini o'tkir qiladi. Aksicha tafakkur qilmaslik bo'lsa, insonning qalb ko'zini ko'r qiladi. Insonning qalb ko'zi ko'r bo'lgan vaqtida yaxshini nachar, go'zalni sat, islohotchini buzg'unchi, buzg'unchi munofiqni islohotchi shaklda ko'radi. Chunki insondagi haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, qalbning ko'rligi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda fa innaha la ta'mal absar. Ko'zning ko'rligi ko'ramas. Ya'ni bir odamning ko'zining ko'rmaganligi u odamning haqiqiy a'mo ko'rligi emas. Haqiqiy ko'rlik qaysi? Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Haqiqiy ko'rlik, haqiqiy a'molik bo'lsa, qalbning ko'rligi. Ya'ni ko'z shuncha haqiqatlarni ko'rsimi, ammo insonning qalbi u ko'z ko'rgan narsalarning keyindagi haqiqatni ko'ra olmasligi mana bu haqiqiy ko'rlikdir. Shunga har bir musulmon bugun kunimizda tashlanib qolgan bu tafakkur ibodatiga qat'iy sal qilmaslik kerak. Tafakkur ibodati bir musulmon uchun farz. Bu aql bilan o'qishdir. Bu Alloh subhanahu va taolaning tunji qatim bizga tushirgan buyruqidir. Ya'ni iqro, o'qi, aqling bilan o'qi, tafakkur qil degan bu buyruqqa amal qilishdir. Shundaqla biz tarix qarab qaradigan bo'lsak, musulmonlarning
güllengen devri. Yani İbn Sina'dek, Farabi'dek, İbn Khaldun'dek, Bettani'dek büyük alimlar çıkan devri bolsa, musulmonlar o'ylanishga, tefekkür qilishga, tadqiqot ilib berishga yuzlangan davrdir. Chekingan davri bolsa, del tefekkürden ibaret bu ibadatni tashlagan davrdir. Shunga esimizda bo'lishi kerakki, har qanday taraqqiyot, har qanday kuchning asosli manbasi tefekkür. Shundaqla tefekkür bizning iymonimizning asosi. Shundaqla tefekkür Qur'onning talabi. Bir musulmon uchun o'yinlash, tefekkür qilish qanchalik muhim bo'lsa, kitob o'qishmi shunchalik muhim. Chunki kitob o'qish bizning nazar doiramizni kengaytiradi, tasavvurimizni beyitadi. Shundaqla biz kitob bilan bir qancha yillar ilgariga bora olamiz va kelgusidagi bir qancha yillarga chiroq tuta olamiz. Shundaqla biz bir kitob bilan bir odamning hayotidagi nurg'ulg'an tajribalar bilan tunishib chiqa olamiz. Shundaqla ilmiy manbalarda kitob o'qishning bir odamning kishilik taraqqiyotida bo'lmasin va undan boshqa nurg'ulg'an ruhiy holatlarida bo'lmasin, nurg'ulg'an foydasining borligini bayon qiladi. Masalan, kitob o'qish birinchidan bizning zehnimizning yashab foydasi bor. Zehnimiz yashab ketsa yoki ma'lum narsaga biz markazlashamisak, buni biz kitob o'qish bilan ozilta olamiz va bir narsaga markazlasha olamiz. To'g'ri, kitob o'qigan vaqtimizda jinimiz siqiladi, beshda ig'ri keladi va yoki uyqumiz kelib qoladi. Ammo beshida odatlanib bo'lguncha biz kunab bo'lguncha o'zimizni zo'rlaymiz. Shundaqla kitob boshlagan vaqtida qiyin, falsafiy kitoblar bilan emas, roman, odamni qiziqtiradigan bunday kitoblar bilan boshlaymiz. Biz kitob o'qish odatini yetildirib bo'lgandan keyin, ya'ni kitob o'qishning ichiga kirib bo'lgandan keyin, undan keyin ba'zi bir falsafiy kitoblarga o'tsakmi bo'ladi. Ikkinchi foydasi, kitob o'qish bizni notiq qiladi. Xayolimizga kelgan ideyalarni ifodalashga mohir qiladi. Ya'ni nutq qobiliyatimizni o'stiradi. Chunki biz kitob o'qigan vaqtimizda so'zlik ko'payadi. Bizni so'zlik ko'paygan vaqtida xayolimizdagini ifodalash shuncha tez bo'ladi. Uchinchisi, ilmiy manbalarda kitob o'qishning unutqoqlikni ozlitilganligi bayon qilingan. To'rtinchisi, kitob o'qish universal safoyimizni o'stiradi. Beshinchisi, kitob o'qish bizning o'zimizga bo'lgan ishonchni oshiradi. Oltinchisi, kitob o'qish bizda empatiya iqtidorimizni o'stiradi. Ya'ni boshqalarning o'rniga o'zimizni qo'yib turib o'ylashdan iborat tuyg'udoshlik iqtidorimizni o'stiradi. Yettinchisi, ruhiy jiddiychilikni oziltadi. Hatto ba'zi ilmiy manbalarda kitob o'qishning ruhiy tushkunlik, yolg'izlikni xohlaydigan shundaq ba'zi ruhiy kasalliklarga foydasi borligini o'tirib qo'ygan. Bundan boshqa kitob o'qishning nurg'un foydasi bor ekanligi haqida nurg'unlagan maqolalar yozildi, hatto kitoblar yozildi, leksiyalar so'zildi. Shunga kitob o'qishning foydasining hammasini so'zlashning hojati yo'q deb qarayman. Ammo bu yerda muhim bo'lgan ikki nuqta. U bo'lsa-mu, birisi qanday kitob o'qiymiz. Yana birisi kitobni qanday o'qiymiz. Albatta biz o'zimizni musulmon deydi ekanmiz. Eng avval islomiy kitoblarni o'qib, o'zimizning e'tiqodini ilm ustiga, haqiqiy ma'lumot ustiga quramiz. Onamizdan, dadamizdan, cho'ng otlarimizdan anglab bo'yicha biz musulmon bo'lsak, yot iddiy kitoblar bilan uchrashgan vaqtimizda o'zimizning e'tiqodiy jihatda kimligimiz xirisga uchraydi. Shuning uchun biz eng avval o'zimizning e'tiqodini ilm ustiga qurish uchun islomiy kitoblardan boshlaymiz. Uyg'urchaga tarjima qilingan islomiy kitoblar unchalik ko'p emas. Agar biz o'zimizda kunda 1 soat kitob o'qish odati yetildirgan bo'lsak, balkim 1 yil va yoki 1,5 yil ichida butun islomiy kitoblarning hammani o'qib bo'lamiz. Biz Uyg'urchaga tarjima qilingan butun islomiy kitoblarni o'qib bo'lsak, o'zimiz his qilgan asosda nurg'ulg'an ma'lumotlarga ega bo'lib qolamiz. Undan keyin boshqa falsafiy kitoblarga tushsak, xuddi dengizga tushishdan ilgari laylat kuch kiyimni kiyib olib, undan keyin tushganga o'xshaymiz. Chunki kitob bir dengizga o'xshaydi. Har xil ideyadagi kitoblar bor. Kitob o'qigan vaqtda inson o'zi bilib bilmay kitobning ta'siriga uchraydi. Shunga biz o'zimizning e'tiqodiy jihatda kimligimiz xirsga uchramaslik uchun eng avval o'zimizning e'tiqodini mustahkamlaymiz. Bugungi kunimizda ba'zi qarindoshlarimizniki o'zi bilib va yoki bilmagan asosda ba'zi islom nomi bilan, din nomi bilan xato ideyaning keyinini menib ketishning sababi eng avval o'zining islomini to'g'ri bo'lgan asos ustiga qurmagan. Bunday holatda boshqa kitoblar bilan uchrashgandan keyin u kitoblarning ta'siriga uchrab, o'zi his qilmasdan xato ideyani to'g'ri deb tunib qolgan. Shuning uchun har bir musulmon eng avval kitob o'qishni ahli sunnat va jamoat tarafidan ishonchli deb qaralgan Uyg'urcha islomiy kitoblarni o'qishdan boshlash kerak. Shundaqla kitob o'qiydiganlarga, kitob xumarlarga yana bir tavsiyam, agar siz falsafiy, shundaqla boshqa ideyadagi kitoblarni ko'p o'qiydigan birisi bo'lsangiz, cho'qim 5 kitob va yoki 6 va yoki 10 kitob o'qigan vaqtda oraliqda bir islomiy kitobdan birini o'qib o'ting. Chunki siz har qancha o'zingizda islomiy asos ustiga qurgan imonim bor deb ishonch qilsangizmi, kitob insonga ta'sir qiladi. Siz boshqa falsafiy kitoblarni o'qib olgan vaqtingizda sizniki islomiy tushunchangiz, islomiy kimligingiz ma'lum darajada xavfga uchraydi. Shuning uchun yot ideyadagi kitoblarni ko'p o'qiydiganlar cho'qim islomiy kitobdan birini qo'shib o'qishni odat qilishi kerak. Endi kitobni qanday o'qiymiz? Kitob o'qish usullari, kitob o'qish texnikalari haqida nurg'ulg'an usullar bor. Men buning ichida o'zim bir qadar manfaatli, foydali ko'rgan Yusuf Qoplanning kitob o'qish usulini tavsiya qilaman. Ya'ni kitobni 4 qalam bilan o'qish. Yeshil, qizil, ko'k, qora shu 4 qalam bilan o'qiymiz. Ya'ni kitob o'qigan vaqtimizda eng avval yeshil qalam bilan biz o'qigan temidagi yoki maqoldagi ochqushliq negizlik atalg'ularni aslini sizimiz. Ya'ni shu atalg'uni ko'rsak, shu temidagi, shu mazmundagi maqola isimiz keldigan ochqushliq so'zlar va negizlik atalg'ularning ostiga sizimiz. Ikkinchisi qizil qalam bilan biz o'qigan temidagi va yoki maqoladagi eng muhim halqaliq jumlalarning aslini sizimiz. Ya'ni shu temaning javhari bo'lgan jumlalarni sizimiz. Shundaqla temidagi bizga ta'sir qilgan jumlalarning aslini sizimiz. Uchinchisi ko'k qalam bilan sansipirlik ma'lumotlar, shundaqla xamir turish bo'ladigan, muhim bo'lgan ma'lumotlarning ostiga sizimiz. To'rtinchisi qora qalam bilan
kitapning ostiga va yoki ustiga o'zimiz shu maqola, shu temani o'qish jarayonida bizning zehnimizda hosil bo'lgan muhim mazmunlarni yozamiz. Biz shu bo'yicha kitob o'qib, kitobni oxirlashtirib bo'lgandan keyin oxirida kitobni qo'limizga yana bir qatim olamiz va shu sizgan urug'larning har biriga ko'zimizni bir qatim yugurtib chiqamiz. Bunday holat bo'lgan vaqtimizda o'qigan kitobimiz zehnimizda qoladi. Ya'ni muhim bo'lgan qismlari bizning zehnimizda qoladi.